Assalomu alaykum. Bu O'zbek Story Time. Men ularning ovozini eshitganimda birinchi bo'lib oyogim muzlab qoldi. Uy ichida hamma jim, tashqarida yomg'ir tomchilari shiftdagi temirga urilib, mayda-mayda shovqin qilardi. Lekin yotoqxonadan kelayotgan pichirlash na yomg'irga, na shamolga o'xshardi. U yerda mening erim bor edi. Va u bilan kelinim ham. Bir lahza ishonmadim. Nahotki men eshitayotgan narsa rost bo'lsa? Nahotki bu uyda mening nonim, mening duoyim bor joyda bunday sharmandalik bo'lishi mumkin? Men eshik oldida turib qotib qoldim. Qulogimga yana bir gap urildi. Dilnozaning ovozi. Juda yaqin, juda past. Rustam aka, sekinroq, onangiz uyg'onsa. Men shu gapni eshitgan paytim ichimdan nimadir uzilib ketdi. Men o'tirib yig'lab yubormadim, men baqirib yubormadim. Bilasizmi, odam baqirmaydi, odam ichida qichqiradi. Shunaqa qichqirdimki, tomogimga qon kelgandek bo'ldi. O'sha kecha men qanday qilib oshxonagacha borganimni ham bilmayman. Qo'lim bilan devorni ushlab, nafasimni rostlab, choynakni ushlagandek bo'ldim. Go'yo choy qaynatib yuborsam, hammasi oddiy hayotga qaytadigandek. Go'yo men hozirgina eshitgan pichirlash shunchaki qulogimga chalinsa. Lekin oyoq tovushlari eshitildi. Avval bir odam chiqdi. Keyin yana bir odam. Rustam. Mening erim. 25 yildan beri bir yostiqqa bosh qo'ygan odamim. Bolamning otasi. Mening halolim deb yurganim. U oshxona tomonga qarab keldi. Men yuzini ko'rdim. U yuzida odatdagi xotirjamlik, hatto ozgina jahldorlik bor edi. Xuddi men aybdordek. Malika, nega uxlamading, dedi u sekin. Ovozi o'sha eski Rustamning ovozi emasdi. Uzoqdan kelgan sovuq, begona. Men gapira olmadim. Gapirsam, tildan chiqadigan birinchi so'z hammasini yoqib yuborardi. Men shunchaki choynakni ko'tarib suv quyayotgandek qildim. Qo'lim qaltirardi. Choynak qopqog'i shiqirlab ketdi. Rustam menga yaqinlashdi. Nima bo'ldi? Sening ranging oqarib ketibdi. Shunda yotoqxona eshigi yana ochildi. Dilnoza chiqdi. Sochini shoshilgancha ro'mol bilan yopib olgan, ko'zi yerda. Lekin yuzida uyat emas, qo'rquv ham emas. Yuzida qandaydir hisob-kitob bor edi. Opa, dedi u mayin. Men suv ichgani chiqqandim. Un opal dedi. Menga opa. Men unga kelinim deb, qizim deb, Dilnoza, ovqat yey, sovuq qotma deb yurgan paytlarimni esladim. Men hatto u kelgan ilk kunlari o'zimning kelinchak paytimni ko'rib, ko'zimga yosh olganman. Uyimizga baraka kiribdi, deganman. Endi esa u shu uyda, men bilan bitta tom ostida, mening erim bilan. Yo'q, men o'sha so'zni ichimda ham aytishga jur'at qilolmayman. Rustam birinchi bo'lib gapni burdi. Kelin qizning qorni o'g'riyapti, dedi u. Men dori qidirib berdim. Shunaqayam bo'ladimi, Malika, odamni shubhalanib qarayverasan. Shubhalanib? Men kulgim kelib ketdi. Ammo kulolmadim. Ichim yonib ketayotgan bo'lsa ham, tashqaridan muzdek turishga majbur bo'ldim. Chunki men hozir bir ogiz gapirsam, bu uy ichida portlash bo'lardi. Portlashdan ham yomoni, o'g'lim Jamshidning yuragi yorilib ketardi. Jamshid. O'g'lim hozir chet elda. Ishlab yuribdi. U bizni yaxshi yashataman deb ketgan. U Dilnozani onamga ishonaman deb menga topshirib ketgan. Men u bilan telefonlashganimda u doim shunday derdi. Onajon, kelinni ehtiyot qiling. U sizga o'xshab mehribon emas, begona joyda qiynaladi. Men xavotir olma, bolam, derdim. Kelinga ko'zimning qorachigida qarayapman, derdim. Endi esa men qanday aytaman? Qanday qilib aytaman? Bolam, sening ishonchingni men ham, otang ham oyoq osti qildik, deb. Men choynakni stolga qo'ydim. Suv toshib ketdi. Issiq suv barmog'imga tegdi, lekin og'riqni sezmadim ham. Chunki ichimdagi og'riq undan 1000 marta yomon edi.
Dilnoza sekin yurib stulga o'tirdi. Opa, men rostdan ham kasalman, dedi u. Ovozi juda yoqimli. Juda ishonchli. Men bilaman, u shunday gapirganda odam ishongisi keladi. Jamshid ham shunga ishongan. Rustam esa men tomonga yonboshlab turardi, go'yo meni kuzatyapti. Go'yo men hozir mayli desam, ular ichkariga qaytib ketishadi. Men labimni tishladim. Kozim Dilnozaning qo'llari tomon tushdi. Uning barmoqlarida halqa bor. Men o'sha halqani Jamshid bilan birga tanlaganmiz. Jamshid, onajon, mana shuni olib beraylik, Dilnoza yoqtiradi, degan. Men o'sha payt pulim yetmagan, lekin baribir olib berganman. Chunki o'g'limning baxti uchun. Endi o'sha halqa menga kulib turgandek. Mana sen qancha urinma, baribir sen aldanding, degandek. Rustam tomog'ini qirib qo'ydi. Malika, sen ertaga bozorga chiqasanmi? Dedi u. Go'yo hech narsa bo'lmagandek. Go'yo bu uyda sharmandalik yo'qdek. Men nihoyat tilimni ishga soldim. Ha, dedim men quruq. Ertaga chiqaman. Dilnoza boshini ko'tardi, ko'zlari menga qaradi. Bir soniyaga. O'sha ko'zlarda sen bilib qolding degan narsa bor edi. Men yuragimni ushlab qolishga majbur bo'ldim. Keyin u tez ko'zini olib qochdi. Men ichimdan o'zimga buyruq berdim. Hozircha jim tur. Avval hammasini bil. Avval dalil top. Avval o'g'lingni asra. Keyin nima qilishni o'ylaysan. Lekin men bilaman, ayolning yuragi jim turolmaydi. U yorilib ketadi. Ular qaytib ketishdi. Men oshxonada yolg'iz qoldim. Deraza yoniga bordim. Qorong'ilik. Yomg'ir. Mahallamiz ham jim. Faqat qo'shnining iti uzoqdan uvillar edi. Men bu uvillash yomonlikdan darak deb eshitganman. O'sha kecha men uxlamadim. Rustam yonimga kelib yotdi. Meni quchoqlamoqchi bo'ldi. Men tanamni tortib oldim. U yana nimang bor degandek qoshini chimirdi. Sen juda sovuq bo'lib qolding, dedi u pichirlab. Men esa ko'zimni yumdim. Ko'zimni yumsam, ko'zimga Dilnozaning ovozi kelardi. Rustam aka. Men o'zimni aldamayman. Men o'sha paytdan oldin ham nimadir sezganman. Faqat ko'rmaslikka uringanman. Oxirgi oylar Rustam o'zgargan. Oldin telefonini har joyga tashlab yurardi. Endi esa telefonini yostiq tagiga qo'yib yotadi. Oldin ishga ketib, kech qaytardi. Endi esa belim og'riyapti deb uyda ko'p qoladi. Oldin menga qaramasdi ham, endi esa to'satdan gullar olib keladigan bo'ldi. Men qarilikda mehr paydo bo'pti deb o'ylaganman. Dilnoza ham o'zgargan. Avval men bilan birga oshxonada kulib gaplashardi. Endi ko'p jim. Kunduzi men bozorga chiqsam, u uyda qolaman, deydi. Kechasi esa go'yo kim bilandir telefonlashadi. Men bir marta uning telefoniga ko'zim tushib qolgan. Ekranda nomi yo'q raqam. Bugun kechqurun degan sims. Men bu Jamshid bo'lsa kerak deb o'zimni tinchitganman. O'g'lim bo'lmasa kim bo'lsin deb. Endi esa men bilaman. Men o'zimni shunchaki ovutganman. Ertasi kuni tongda Rustam ishga chiqdi. Dilnoza ertalab namozdan keyin ham uyg'onmadi. Men oshxonani yig'ishtirdim, nonushta qildim. Ko'nglim aynirdi. Non og'zimga ham kirmadi. Men Dilnozaning xonasiga kirib, kir yuvish uchun kiyimlarni yig'moqchi bo'ldim. Kelinim, kirlaringni ber, yuvib qo'yaman, deb eshikni taqillatdim. Javob yo'q. Eshik ochiq ekan. Ichkariga kirib qoldim. Dilnoza yo'q edi. Karavot ustida uning ro'moli, yonida esa Rustamning soati yotardi. Men o'sha soatni bilaman. Men uni Rustamga tugilgan kunida sovg'a qilganman. Erim har doim vaqtida yursin deb. Soatni qo'limga oldim. Barmoqlarim titradi. Yuragim duq-duq urardi. Men xonadan chiqib ketmoqchi bo'ldim, lekin ko'zim shkaf yonidagi sumkaga tushdi.
Dilnozaning kichkina qora sumkasi. Men bilmayman, bu men emas, qandaydir boshqa malika bo'lgandir. O'sha malika sumkani ochdi. Men ochmar deb ichimda qichqirdim. Lekin qo'lim ochdi. Ichida oddiy narsalar. Atir, lab bo'yoq, bir necha qog'oz. Keyin pastroqda bir qog'ozga o'ralgan fleshka. Fleshka. Men buni ko'rgan paytim tomog'im qurib ketdi. Bu nima, dedim o'zimga. Nega kelinimda fleshka yuradi? Nima bor unda? Men kompyuterni yaxshi bilmayman, lekin Jamshid ketishidan oldin, onajon, hujjatlarni fleshkaga tashlab qo'ydim, degandi. O'sha fleshka boshqa edi. Bu esa yangi, qora. Men uni qo'limga oldim. Sovuq. Go'yo muz bolagi. Men xuddi jinoyat qilayotgandek atrofga qaradim. Uyda hech kim yo'q. Faqat men va ichimdagi qo'rquv. Shu payt telefonim jiringladi. Men cho'chib ketdim, fleshka qo'limdan tushib ketay dedi. Telefon ekraniga qaradim. Noma'lum raqam. Men qo'ng'iroqqa javob bermoqchi emasdim. Lekin yuragim javob ber dedi. Men qo'rqib alor dedim. Dastlab jimlik. Keyin bir erkakning ovozi eshitildi. Ovozi tanish emas. Juda sokin, lekin sovuq. Malika opa, siz kecha kechqurun hammasini ko'rdingiz, to'g'rimi? Mening yuragim to'xtab qolgandek bo'ldi. Siz kimsiz? Dedim men shivirlab. Siz kimsiz deb so'ramang, dedi u. Siz faqat shuni bilib qo'ying, agar siz o'g'lingizga bir ogiz ham aytsangiz, bu uyda ko'taradigan sharmandalik bir uy bilan tugamaydi. Men labimni tishladim. Nimani nazarda tutyapsiz? U kishi kulmadi, lekin ovozida masxara bor edi. Video bor, opa. Juda aniq video. Kim bilan kim, qayerda, qachon? Siz aytsangiz, men uni hamma joyga tashlayman. Mahallangiz ham ko'radi. Qarindoshlaringiz ham ko'radi. O'g'lingiz ham. Men telefonni qulog'imga bosib o'tirib qoldim. Tizzalarim bo'shashdi. Nega? Nega bunday qilyapsiz? Dedim men. Nima istaysiz? U biroz jim qoldi. Keyin bitta gap aytdi. O'sha gap men uchun hammasidan ham yomon edi. Sizning o'g'lingiz bugun uyga qaytayapti. Siz esa hozirgina qaror qabul qilasiz. Yoki jim turasiz, yoki bu sharmandalikni butun dunyo eshitadi. Men o'g'lim bugun qaytadi degan gapni eshitib ko'zim qorong'ilashdi. Jamshid bugun qaytadi. Men telefonni qo'yib yubordim. Qo'lim titrab darrov Jamshidning chatini ochdim. U yerdan yangi xabar turardi. Men kecha ko'rmaganman. Onajon, sizga aytmay ketyapman deb xafa bo'lmang. Ishlarim tez bitdi. Bugun tushdan keyin uyda bo'laman. Men shu xabarni o'qiganimda ichimdagi hamma narsa qulab tushdi. Dilnoza sumkasidagi fleshka qo'limda, telefonimda o'g'limning xabari, qulog'imda esa noma'lum odamning tahdidi. Men hozir nima qilaman? O'g'lim eshikdan kirsa, men qanday qarayman? Va eng yomoni, men hozirgina eshitgan video degan so'z boshimda aylanib, bitta fikrni qichqirardi. Demak, ular faqat yashirin qilmagan. Ularni kimdir kuzatgan. Kimdir yozib olgan. Va o'sha kimdir men bilan o'ynayapti. Eshik tashqarisida kimdir qadam tashlaganday tovush eshitildi. Men yuragimni ushlab derazaga qaradim. Kimdir hovliga kiryapti. Men bilmayman, bu Rustammi, Dilnozami yoki o'sha noma'lum odammi. Faqat bitta narsani bildim. Jamshid uyga qaytguncha bu uyda yana bir sir portlab ketadi. Men deraza yonida qotib qoldim. Hovliga kirayotgan odamning qadam tovushi yerga urilib, yuragimning urishi bilan birga ketayotgandek edi. Qandaydir og'ir qadam. Shoshmaydi. Go'yo bu uyga o'ziniki kabi kiryapti. Men qo'limdagi fleshkani mahkam siqdim. Barmoqlarim oqarib ketdi. Telefonim stolda titrab yotar, Jamshidning xabari ekranda yaltirardi. Onajon, bugun tushdan keyin uyda bo'laman.
Shu xabarni yana bir bor ko'zim bilan o'qib, ichimdan "Yo'q, bolam, kelma" deb qichqirdim. Lekin bu ovoz faqat ichimda edi, u esa hozir yo'lda. Eshik gichirladi. Oshxona eshigi ochildi. Dilnoza kirib keldi. U ertalabki holatda emas edi. Sochi taralgan, ro'moli chiroyli bog'langan. Ko'z ostida kechagi uyqusizlik izlari bor, lekin u baribir o'zini tutib turardi. Eng qo'rqinchlisi ham shu edi. U men bilib qolganimni bilardi, ammo qo'rqib titramasdi. Xuddi reja tayyor. "Opa", dedi u sokin. "Sizga nimadir bo'ldimi? Rangingiz oqarib ketibdi." Men unga qaradim. Tilim qotib qolgan. "Sen nima qilyapsan?" deb baqirmoqchi edim. "Sen mening uyimni nima qilding?" deb so'ramoqchi edim. Lekin og'zimdan faqat bitta gap chiqdi. "Jamshid bugun keladi", dedim. Dilnozaning ko'zlari bir soniyaga kattalashib ketdi. Juda kichkina o'zgarish. Boshqa odam sezmas ham edi. Lekin men sezdim. U bu gapni kutmagandi. "Ha", dedi u tezda. "Kecha yozgandi." "Men bilaman." U yolg'on gapirdi. Men sezdim. Chunki u kecha yozgandi, dedi, lekin ko'zini olib qochdi. Agar u bilganida kechasi o'sha pichirlash bo'lmas edi. Demak, u bilmagan. Demak, bu qaytish ham kimningdir o'yiniga kirib qolgan. Men sumka haqida, fleshka haqida gapirmadim. Faqat qo'limni orqamga olib, uni fartugimning cho'ntagiga sirgaltdim. "Sen", dedim men sozimni yutib. "Sen qayerda eding hozir?" Dilnoza yelkasini qisdi. "Do'konga tushib keldim. Non, qatiq oldim." U paketni stolga qo'ydi. Haqiqatan ham non bor, qatiq bor. Hammasi tabiiy. Go'yo u hozirgina normal kelin sifatida bozorga chiqqandek. Men ichimdan bu qiz juda xavfli deb o'yladim. U yolg'on gapirishni biladi. U uyatni yuzida ko'rsatmaydi. U o'zini himoya qiladigan so'zlarni oldindan tayyorlab yuradi. "Opa", dedi u birdan mayinroq. "Siz kecha uxlamadingiz shekilli. Ko'zingiz qizaribdi." Men o'zimni yomon his qilyapman. Qornim og'riyapti. Balki shamollagandirman. U yana o'sha kasal kartasini o'ynayapti. Men unga ishonib ketadigan eski malika emasman endi. Men choynakni yana qo'limga oldim, xuddi choy quyayotgandek qildim. "Dilnoza", dedim men juda sekin. "Menga rostini ayt. Kecha kechqurun sen nimani yashiryapsan?" U yuzimga qaradi. Bir soniya jim qoldi. Men o'sha jimlikni ko'rib, yuragimning tubida yana bir dahshat uyg'ondi. U hozir yiglab yuboradi. "Opa, meni majburlashdi", deydi, men esa rahmim kelib yana adashaman. Lekin u yiglamadi. "Opa", dedi u. "Siz nimani nazarda tutyapsiz?" Bu savol bilan u meni o'zimni ahmoq qilishni xohlayapti. Men gapni ochsam, dalilsiz qolaman. U esa, "Opa, siz menga tuhmat qilyapsiz", deydi. Men tishimni qisdim. Jamshid kelmasdan oldin hammasini bilishim kerak edi. Lekin men qanday qilib dalil topaman? Shu payt telefonim yana jiringladi. Yana noma'lum raqam. Dilnoza ham ko'rib qoldi. Uning ko'zi telefon ekraniga tushdi. Yuzida yana o'sha kichik o'zgarish. Xavotir. Men qo'ng'iroqqa javob bermadim. Telefonni o'chirib qo'ydim. Dilnoza menga tikildi. "Kim edi?" dedi u. "Hech kim", dedim men. "Reklama." U ishonmadi. Men ham ishonmadim. U shoshmay xonasiga kirib ketdi. Men uning ortidan qarab qoldim. Ichimda bitta savol. Bu qiz kim bilan bog'langan? Nima uchun noma'lum odam men bilan gaplashdi? Nega u video haqida aytdi? Men qaror qildim. Fleshkani ko'raman. Nima bo'lsa ham ko'raman. Aks holda men kor bo'lib qolaman.
Jamshid ketishidan oldin menga eski noutbuk qoldirib ketgan. Onajon, kino ko'ring, musiqa eshiting deb. Men undan faqat YouTube ochishni bilaman. Lekin fleshkani tiqish, fayl ochish ham qiyin emas. Men hozir o'rganaman. Majburman. Men noutbukni zalga olib chiqdim. Qo'lim titrardi. Bir necha marta parolni noto'g'ri terdim. Jamshid 2001 edi. Nihoyat ochildi. Fleshka portidan joy oldi. Ekranda kichkina oynacha chiqdi. Men Open folderni bosdim. Ichida bitta papka. Dokas. Men shu nomni ko'rib, bo'g'zimga nimadir tiqilib qoldi. Dokas deb yozib qo'ygan. Dalil. Demak, bu oddiy fayl emas. Papka ichida 3 ta video, 2 ta surat, bitta audio va bitta matn fayli bor edi. Men avval matn faylini ochdim. Chunki video ochishga qo'rqdim. Matnni o'qsam balki tayyor bo'lar. Matnning nomi: Oqshomdagi kelishuv. Men ochdim. 1-2 soniya ichida ko'zimga satrlar tushdi va men o'qigan har bir so'z bilan ichim muzlab bordi. Malika opa bilib qolsa, Jamshidni uyga qaytarish kerak. U kelganda hammasi boshqacha ko'rinadi. Rustam aka, siz video masalasini o'zingiz hal qiling. Pul tayyor bo'lsa, odam jim turadi. Agar jim turmasa, tarqatamiz. Hamma ko'radi, men ko'zimni yumdim. Demak, bu tahdidni Rustam ham biladi. Demak, u ham shu o'yinning ichida. Men qayta o'qidim. Pul tayyor bo'lsa, odam jim turadi. Qaysi odam? Menmi? Yoki video egasimi? Yoki Jamshidmi? Men pastga tushdim. Matn davom etardi. Hammasi tugagandan keyin uy o'zimizniki bo'ladi. Jamshid ketadi, Malika opa esa sukut qiladi. Agar ogiz ochsa, uyat hammani kuydiradi, uy. Uy o'zimizniki bo'ladi. Shu gapdan keyin men nihoyat tushuna boshladim. Bu shunchaki sharmandalik emas. Bu talon-toroj. Bu reja. Bizning uyimiz bor. Shaharning chekkasida bo'lsa ham, yangi emas, lekin qimmat. Jamshid pul yuborib ta'mirlab bergan. Menga bu uy hayotimning tayanchi bo'lib qolgan. Endi esa ular uyni olishmoqchimi? Men matnni yopdim. Nafasim qisildi. Qulog'im shangillardi. Men videolarni ko'rishga jur'at qildim. Lekin qaysi birini? Birinchisi nomi: Kechasi 2:13. Ikkinchisi: Oshxona 19:47. Uchinchisi: Yotoqxona. Men yotoqxona deganini ko'rib, yuragimni ushlab oldim. O'sha kechadagi yotoqxona. Men kechasi 2:13 ni ochdim. Ekran qorong'u bo'lib, keyin asta yotoqxona eshigi ko'rindi. Tasvir tebranadi. Kimdir eshik tirqishidan yoki yashirin kameradan olgan. Keyin Rustamning silueti ko'rindi. Uning ortidan Dilnoza. Men videoni o'chirib yubordim. Ko'zimdan yosh chiqdi. Lekin bu faqat sharmandalikdan emas edi. Bu men yillar davomida ishonib yurgan odamlarning men uchun hech narsa emasligini anglashdan edi. Men videoni qayta yoqdim. O'zimni majburladim. Chunki men endi qo'rqib yashay olmayman. Video davom etdi. Ular gaplashardi. Ovozi aniq eshitilardi. Dilnoza. U sezdi, Rustam. Sezsa nima bo'pti? Sen bilasan, Malika ogiz ochmaydi. U Jamshidni o'ylaydi, Dilnoza. Lekin u kor bo'lsa ham ichida qichqiradi. Shunaqa ayollar bir kun portlaydi, Rustam kuldi. Haqiqiy kuldi. Rustam. Portlasa portlaydi. Bizga kerak narsa pul va hujjat. Qolganini vaqt hal qiladi, hujjat. Qanaqa hujjat? Men videoni to'xtatdim. Yana bir narsa esimga tushdi. Bir hafta oldin Rustam menga qog'ozlar olib kelib, imzo qo'y degan. Bankdan kredit olamiz, ta'mir qilamiz degan. Men ko'rmay imzo qo'yganman. Chunki u erim edi.
Chunki men ishonardim. Men o'sha paytda imzo qo'ygan qog'ozlar uyga tegishli bo'lishi mumkinmi? Tepamdan sovuq suv quygandek bo'ldi. Men noutbukni yopdim. Darrov hujjatlar saqlanadigan javonga yugurdim. Qog'ozlar orasini kovladim. Eski shartnomalar, kvitansiyalar. Nihoyat o'sha imzo qo'ygan qog'ozlarni topdim. Qog'ozda katta harflar bilan yozilgan. Ishonchnoma va vakolat. Men o'qiy olmadim hammasini. Kozim harflarni yutib ketardi. Lekin bitta joyi Kozimga urildi. Uyni sotish, garovga qo'yish, rasmiylashtirish bo'yicha vakolat men joyimga o'tirib qoldim. Demak, men o'zim qo'lim bilan erimga uyimni sotishga vakolat berganman. Shu payt ichkaridan Dilnozaning ovozi eshitildi. U telefonlashayotgandi. U meni eshitmayapti deb o'ylaydi. Ha, dedi u pichirlab. Opa ancha galati. Lekin Jamshid bugun keladi, reja shoshiladi. Hujjatlar tayyormi? Video tayyormi? Ha, pul masalasi. O'sha odam aytdimi? O'sha odam. Demak, noma'lum tahdid qilgan odam Dilnoza bilan ham bog'langan. Men eshitib turib tanam qaltirab ketdi. Men hozir uning xonasiga kirib telefonini tortib olib hammasini tugatkim keldi. Lekin keyin o'yladim. Agar men hozir shoshilsam, ular dalillarni yo'q qiladi. Men esa yana bosh qolaman. Men birinchi marta hayotimda shunday qaror qildim. Men ham o'yin o'ynayman. Ularning o'yinini o'zlariga qarshi buraman. Men noutbukni yana ochdim. Papkada audio fayl ham bor edi. Nomini ko'rib yuragim yana siqildi. Jamshidga aytiladigan gaplar. Men uni ochdim. Audio yozuvda Rustamning ovozi. U kimdir bilan gaplashyapti. Ehtimol o'sha noma'lum odam bilan. Rustam. Jamshid kelsa, men unga aytaman, Dilnoza homilador, men yordam berdim, hammasi noto'g'ri tushunilgan. Malika esa asabiy, u ayollik qilyapti. Jamshid ona tomon turmaydi, meni tushunadi, nafasim chiqmay qoldi. Demak, ular o'g'limning boshini aylantirmoqchi. Meni esa asabiy, xayolparast qilib ko'rsatishmoqchi. Audio davom etdi. Rustam. Asosiysi uyni tezroq rasmiylashtirib olamiz. Keyin Jamshid yana ketadi. Kelin bilan men. Yo'q, u gap emas. Pul ishlasa bo'ldi, men audio faylni to'xtatdim. Men endi ko'p eshita olmadim. Qulog'im yonib ketayotgandek edi. Shu payt tashqaridan mashina ovozi eshitildi. Keyin eshik taqilladi. Men o'rnimdan turib derazadan qaradim. Hovlida taksi turardi. Mashinadan tushayotgan odam Jamshid emas edi. Bu begona erkak edi. Qora kurtka, qalpoq. U qo'lida kichkina sumka ko'tarib olgan. U hovliga kirayotganda atrofga qarab nimanidir tekshirayotgandek edi. Men yuragimni ushlab orqaga chekindim. Dilnoza ham xonasidan chiqib deraza tomon yugurdi. U ham ko'rdi. Uning yuzi oqardi. Demak, bu odamni u ham kutmagandi. Kim bu? Dedi u shivirlab. Men unga javob bermadim. Chunki men ham bilmardim. Eshik yana taqilladi. Keyin ichkaridan Rustamning ovozi eshitildi. U telefon orqali gaplashayotgan bo'lsa kerak, lekin ovozi juda aniq. Kelishdi, dedi u. Hozir uyga kiradi. Men muzlab qoldim. Rustam ishda edi-ku. Qanday qilib u hozir gapiryapti? U qayerda? Keyin eshik qo'ng'irogi chalindi. Dilnoza menga qaradi. Ko'zlarish ochmang deya iltijo qilayotgandek. Ammo men ham qo'rqib turardim. Chunki u odam kirsa, bu uyda yana qanday sir ochilishi noma'lum edi. Eshik yana chalindi. Bu safar kuchliroq. Men sekin yurib eshik tomon bordim. Qo'lim bilan qulflarni ushladim. Ichimda bitta savol. Bu odam kim? Video egasimi? Pul talab qiladigan shantajchimi? Yoki Rustamning sherigimi?
Men eshikni ochdim. Begona erkak salom ham bermadi. U ichkariga qadam tashladi. Kozi birinchi bo'lib menga emas, uy ichiga, devorlarga, xonalarga tushdi. Go'yo u bu yerni oldindan biladi. Malika opa, dedi u nihoyat. Siz hammasini bilib bo'lgansiz, to'g'rimi? Men tomog'im qurib zo'rga gapirdim. Siz kimsiz? U sekin kuldi. Men sizni qutqarishga kelgan odam emasman. Men sizni tugatishga kelgan odamman. Agar siz noto'g'ri qadam tashlasangiz. Shu payt uning qo'lidan sumka ochilib, ichidan qog'ozlar chiqdi. U qog'ozlarni stolga qo'ydi. Qog'ozlarda muhrlar, imzolar va eng ustida bitta sarlavha. Uyni sotish bo'yicha shartnoma. Men ko'zimni katta ochdim. Dilnoza ortimda yo'q deb pichirladi. Begona erkak yana bir gap aytdi. O'sha gap bilan mening dunyom butunlay ag'darildi. Jamshid hozir yo'lda emas, dedi u sovuq. Jamshid allaqachon bu uyga kirib kelgan. Men nafasimni yo'qotdim. Nima? U boshini qimirlatdi va zal tomonga ishora qildi. Siz hozir unga qarang, dedi u. U hammasini eshitib turibdi. Men sekin burildim. Zalda pardalar orasida Jamshid turardi. Uning yuzi oppoq, ko'zlari qip-qizil va qo'lida mening qo'limdagi fleshkaning aynan o'xshashi. U menga tikilib faqat bitta gap dedi. Onajon, siz ham shu ishning ichidasizmi? Jamshidning o'sha bitta gapi meni yerga urib yuborgandek bo'ldi. Onajon, siz ham shu ishning ichidasizmi? Men og'zimni ochdim, lekin ovoz chiqmadi. Go'yo butun uy ichidagi havo tortib olinganday. Kozim Jamshidning qo'lidagi fleshkaga qadalib qoldi. U fleshka menga tanish. Juda tanish. Lekin bu men topgan qora fleshka emas edi. Boshqacha, oq rangli, burchagida mayda chiziq. Jamshidning ko'zlari menga tikilib turardi. U ko'zlarda faqat gazab emas, alam ham bor edi. Men o'g'limni hech qachon bunaqa ko'rmaganman. Jamshid, bolam, dedim men shivirlab. Men. Begona erkak gapimni bo'lib yubordi. Vaqt yo'q, dedi u sovuq. Bizga his-tuyg'u kerak emas. Bugun hammasi hal bo'ladi. U stol ustidagi hujjatlarni barmog'i bilan taqillatdi. Dilnoza esa devor yonida turib qolgan, yuzidan qon qochgan. U ham Jamshidni bu yerda ko'rishini kutmagan, bu aniq edi. Jamshid menga bir qadam yaqinlashdi. Onajon, siz menga rostini ayting, dedi u past ovozda. Siz bu ishni bilasizmi, yo'qmi? Men uning yuziga qaradim. Men hozir bir ogiz noto'g'ri gapirsam, u ishonchini butunlay yo'qotadi. Lekin men hamma haqiqatni aytsam, u bu yerda portlab ketadi. Men juda sekin nafas oldim. Yo'q, bolam, dedim. Men bu ishning ichida emasman. Men kecha bilib qoldim. Kechasi. Jamshidning qoshi chimirildi. Kecha. Qanaqa bilib qolding? Men gapni qayerdan boshlashni bilmay qoldim. Rustamning yotoqxonasidanmi? Dilnozaning pichirlashidanmi? Yoki hujjatlardanmi? Begona erkak yana aralashdi. Jamshid, sen onang bilan keyin gaplashasan, dedi u. Hozir shartnoma. Bugun notarius bor. Bugun pul masalasi bor. Jamshid birdan qattiq baqirib yubordi. Pul masalasi. Qanaqa pul masalasi? Men shuning uchun keldim. Menga aeroportda fleshka berishdi. Dediki, uyingni sotmasang, onangni hamma ko'radi. Men titrab ketdim. Aeroportda. Kim berdi? Jamshid labini tishladi. Ko'zlari bir chetga qochdi. Men ko'rmadim yuzini, dedi u. Qora qalpoq kiygan edi. Faqat bitta gap aytdi. Onang hamma narsani biladi, dedi. Lekin u jim turadi. Sen esa jim turmaysan, dedi. Men begona erkakka qaradim. Uning yuzi sovuq, ko'zlari o'tkir.
U menga tikildi, go'yo men uning sirini aytib qo'yishimdan qo'rqmayapti. U o'zini kuchli his qilyapti. Sen kimsan? Deb so'radim men nihoyat. Nega bizning uyga kirding? Nega o'g'limni qo'rqityapsan? U meni eshitmaganday Jamshidga yuzlandi. Sen o'zing bilasan, dedi. Uyning hujjatlari tayyor. Onang oldin imzo qo'ygan. Endi faqat yakuniy qadam. Jamshidning ko'zlari menga chaqnab qaradi. Onajon, siz nima imzoladingiz? Men muzlab qoldim. Men o'sha qog'ozlarni esladim. Ishonchnoma. Vakolat. Rustam ta'mir uchun degandi. Men ishonib. Men og'zimni ochdim. Men bilmay. Rustam olib kelgandi. Men. Jamshid boshini chayqadi. Yuzida og'riq. Siz bilmay imzo qo'ydingizmi? Dedi u. Onajon, bu uy sizning nomingizda edi. Siz shu uyni. U gapini tugata olmadi. Tomog'i qotib qoldi. Men o'sha paytda bir narsani sezdim. Jamshid faqat meni ayblamayapti. U o'zini ham ayblayapti. Chunki u meni bu uyda yolg'iz qoldirdi. U ketib qoldi. Uf, onam kuchli deb o'yladi. Begona erkak hujjatlarni Jamshid tomonga surdi. Jamshid, hozir imzo. Keyin hamma tinch. Video ham yo'q bo'ladi. Men darrov gapirdim. Qanaqa video? Men hech narsa ko'rganim yo'q deb o'ylama. Men ham ko'rdim. Men ham eshitdim. Menda ham dalil bor. Begona erkakning ko'zlari bir zumda toraydi. Dilnoza ham chochib menga qaradi. Dalil? Dedi Jamshid. Qanaqa dalil? Men cho'ntagimdagi fleshkani esladim. Uni olib chiqib ko'rsatmoqchi bo'ldim. Lekin qo'lim qaltirab ketdi. Chunki agar men hozir fleshkani chiqarib qo'ysam, begona erkak uni tortib olishi mumkin. Dilnoza ham yugurishi mumkin. Hammasi bir zumda yo'q bo'lishi mumkin. Men vaqt yutmoqchi bo'ldim. Jamshid, bolam, dedim men. Avval meni tingla. Otang. Jamshid birdan qo'lini ko'tardi. Otam dema, dedi u past, lekin juda qattiq ovozda. Kecha aeroportda berilgan fleshkada hammasi bor. Hamma. Hatto sizning ham ovozingiz bor. Men hushimni yo'qotay, dedi. Mening ovozim. Jamshid oq fleshkani notebook yoniga qo'ydi. Notebook hali ochiq turardi. Men ko'zim bilan begona erkakni kuzatdim. U jim. U o'zini juda ishonchli tutyapti. Go'yo hamma reja shunday bo'lishi kerak. Jamshid fleshkasini tiqdi. Papka ochildi. Ichida bitta video. Nomini ko'rib yuragim to'xtab qoldi. Oshxona oq 6:22. Bu ertalab. Bugun ertalab. Jamshid videoni yoqdi. Ekranda men ko'rindim. Men aynan bugun ertalab oshxonada o'tirganman. Xuddi hozirgidek fartuk taqqanman. Qo'limda choynak. Men o'sha payt o'zimni yolg'iz deb o'ylaganman. Lekin videoda men yolg'iz emasman. Men qarshimda o'tirgan odam bilan gaplashyapman. Men uning yuzini ko'rmayapman, kamera orqadan olingan. Lekin o'sha odam menga biror narsa uzatyapti. Konvertga o'xshaydi. Men esa qo'limni cho'zib olaman. Jamshid videoni to'xtatdi. Menga qaradi. Onajon, bu nima? Dedi u. Men tizzamga kuch kelmay stulga o'tirib qoldim. Bu yolg'on, dedim. Men bunday qilmaganman. Men bugun ertalab hech kim bilan. Begona erkak sekin kuldi. Kamera bor, opa, dedi u. Uyda hamma narsa bor. Men videoni qayta ko'rdim. Bu men. Bu oshxona. Bu kiyim. Lekin konvert. Men konvert olmaganman. Men bugun ertalab faqat fleshkani topdim, hujjatlarni titkiladim.
Hech kim kelmagan. Jamshidning ovozi titradi. Ular aytdi, dedi u. Siz pul olgansiz, onajon. Shuning uchun jim yurasiz, dedi. Men boshimni qimirlatdim. Yo'q, bolam. Men pul olmaganman. Men. Dilnoza birdan gapirdi. Ovozi past, lekin zaharli. Jamshid, men senga aytgandim, dedi u. Opa hammasini biladi. Opa. U kecha ko'rdi. Lekin u hech narsa demadi. Men qo'rqdim. Men unga o'girildim. Sen jim tur, dedim men. Sen bu uyda. Jamshid menga qarab qichqirdi. Onajon, yetar, dedi u. Men birinchi marta uyga qaytdim. Men o'zimning uyimda begona odam turibdi, hujjatlar stol ustida, kelinim yig'layapti, otam yo'q. Siz esa dalil deysiz. Otang yo'q emas, dedim men ichimda. Otang hammasini boshqaryapti. Lekin buni hozir aytsam, Jamshid meni butunlay ishonchsiz deb o'ylaydi. Begona erkak Jamshidning yelkasiga qo'lini qo'ydi. Jamshid, men seni tushunaman, dedi u sokin. Sen hozir asabiy. Lekin senga bitta yo'l bor. Uyni sotamiz. Pulning bir qismi seni qutqaradi. Video ham yo'q bo'ladi. Onang ham tinch qoladi. Men o'sha gapni eshitib to'xtab qoldim. Pulning bir qismi seni qutqaradi. Jamshid. Qutqaradi. Nimadan? Men Jamshidga tikildim. U ko'zini olib qochdi. Shunda men tushundim. Bu yerda men bilmagan yana bir sir bor. Jamshidning o'zi bilan bog'liq. Jamshid, bolam, dedim men yumshab. Sen nimaga tushib qolding? Nega seni qutqarish kerak? Jamshid labini qattiq tishladi. Ko'zlari namlandi. U og'zini tutib turdi. Onajon, bu sizga kerak emas, dedi u. Kerak, dedim men. Sen mening bolamsan. Menga hamma narsa kerak. Begona erkak tezda aralashdi. Opa, siz bilsangiz, sizga ham yomon bo'ladi, dedi u. Siz faqat imzo qo'yganingizni qabul qiling. Qolganini biz hal qilamiz. Men unga tikildim. Sen biz emassan, dedim. Sen bizning uyimizda buyruq berolmaysan. Uning ko'zida gazab chaqnadi. Men buyruq bermayapman, opa. Men ogohlantiryapman. Jamshid birdan stolga musht urdi. Yetar, dedi u. Men hammasini bilaman. Men bu uyga shunchaki kelmagandim. U qo'lini cho'ntagiga suqdi va telefonini chiqardi. Telefonida chat ochiq edi. Begona raqam bilan yozishma. Jamshid menga ekranini ko'rsatdi. Mana, dedi u. Ular menga bir oy oldin yozishgan. Men chet elda yurganimda. Men pul ishlayapman deb o'ylagan paytimda. Ular menga video yuborishni boshlagan. Avval otam bilan kelinimni. Keyin sizni ham. Men ko'zimni qisib chatga qaradim. Men u yerdagi gaplarni o'qib boshim aylanib ketdi. Uyingni sot. Aks holda hammasi tarqaladi. Sen bizni bilmasang ham, biz seni bilamiz. Sen bir oy ichida pul topmasang, onangni hamma ko'radi. Jamshidning ovozi pastladi. Onajon, dedi u. Men shuning uchun qaytdim. Men o'zim ham yomon ishga tushib qoldim. Men qarzga kirib qoldim. Mening ko'zim kattalashdi. Qarz? Qanaqa qarz? Jamshid yuzini burdi. Ko'zi yana namlandi. U nihoyat ichidagi sirni yutib bo'lmay qoldi. Men u yerda, dedi u. Men ishlab yurgan joyimda bir odamga ishonib. Men pul qo'ydim. Valyuta bitim tez foyda dedi. Men ham ahmoq bo'ldim. Pulim ketdi. Keyin u odam meni qo'rqita boshladi. Men yana qarz oldim. Qaytarmasam meni topamiz dedi. Men nafasimni topolmay qoldim. Sen nega menga aytmading, bolam? Jamshid boshini pastga soldi.
Sizni qo'rqitmaslik uchun, dedi u. Sizga og'ir bo'lmasin dedim. Men o'zim hal qilaman dedim. Keyin ular otamni ham topishdi. Ular kelinimni ham topishdi. Men Dilnozaga qaradim. U ko'zini yumib turardi. Demak, u ham bu o'yinga kirib ketgan. Balki majburlangan, balki o'zi xohlagan. Hali bilmayman. Begona erkak esa xotirjam turardi. Go'yo bu e'tirof ham rejaning bir qismi. Jamshid davom etdi. Ular dedi, otang yordam beradi. Uyingni sotamiz dedi. Men rozi bo'ldim. Men sizdan yashirdim, onajon. Men ko'zimni yumdim. Yuragimni ushlab oldim. Demak, bu faqat Rustamning xiyonati emas. Bu Jamshidning ham sirli dunyosi. Men o'g'limni tanimay qolibman. Men ko'zimni ochdim va begona erkakka tikildim. Sen u odammisan? Dedim. U boshini chayqadi. Men o'sha odam emasman, dedi u. Men faqat vositachiman. Men kelishuvni tugataman. Pul keladi, video yo'q bo'ladi. Hammasi. Men kulib yuboray dedim. Qanday qilib shunaqa sovuq gapirish mumkin? Video yo'q bo'ladi degan gapni aytish oson. Lekin video bir marta tarqasa, uyat bir umr qoladi. Jamshid menga qaradi. Onajon, dedi u. Men sizni qutqarish uchun ham shuni qilyapman. Agar biz uyni sotmasak, ular hammasini internetga tashlaydi. Sizni ham, otamni ham, Dilnozani ham, meni ham. Men uning qo'lini ushladim. Bolam, men ham dalil topdim, dedim. Menda audio bor. Otang seni aldayapti. U seni qutqarish uchun emas, o'zi uchun. Begona erkak ko'zimga qarab sekin gapirdi. Opa, siz dalil deganingiz o'sha qora fleshkami? Men titrab ketdim. U qayerdan bildi? U kuldi. U fleshka endi sizga yordam bermaydi, dedi u. Men darrov cho'ntagimga qo'l suqdim. Fleshka joyida. Men uni chiqarib notebookka tiqdim. Papka ochildi. Ichida hech narsa yo'q. Bosh. Men ko'zimga ishonmadim. Qayta ochdim. Yana bosh. Hech qanday video, surat, audio yo'q. Hamma fayl o'chirilgan. Men qichqirib yubordim. Yo'q. Bu qanday bo'ldi? Jamshid menga qaradi. Ko'zlarida umid chaqnadi. Onajon, nima bo'ldi? Men gapira olmadim. Begona erkak esa xotirjam. Men sizga aytdim, opa, dedi u. Bu uyda hamma narsa nazoratda. Men u payt tushundim. Uyda kamera bor. Ular bizni ko'rib turibdi. Ular nafaqat videoni, dalilni ham boshqaradi. Dilnoza birdan yig'lab yubordi. Men buni xohlamaganman, dedi u. Men faqat Jamshidni qutqaraman deb. Jamshid unga qarab baqirdi. Sen jim, dedi u. Sen otam bilan. Dilnoza baqirdi. Men majbur bo'ldim, dedi u. Ular meni ham qo'rqitdi. Men homilador ekanman deb yolg'on aytishni ham ular o'rgatdi. Men buni. Homilador. Jamshid qotib qoldi. Nima deding? Dilnoza ko'z yoshini artdi. Ovozini pasaytirdi. Men homilador emasman, dedi u. Men shunchaki shunday dedim. Otang bilan. U bilan hammasi video bo'lmasin deb men. Jamshidning yuzi qip-qizil bo'lib ketdi. U oldinga yurdi, Dilnozani ushlamoqchi bo'ldi. Men darrov ortaga tushdim. Jamshid, bolam, qo'lingni tort, dedim. Bu yerda hamma narsa yozilyapti. Sen biror narsa qilsang, yana yangi video bo'ladi. Jamshid qo'lini tushirdi. Nafasi qattiq. Ko'zi begona erkakka tushdi. Sen kimning odamsan? Dedi u.
Meni qarzga botirgan odamningmi? Yoki otamningmi? Begona erkak o'sha payt birinchi marta ko'zini yumdi. Go'yo o'ylab oldi. Men hech kimning odami emasman, dedi u. Men faqat shuni bilaman. Bugun pul keladi. Shartnoma imzolanadi. Keyin hamma tarqaladi. Agar imzolanmasa. U gapini tugatmadi. Lekin men uning tugatmagan gapini eshitib turdim. Agar imzolanmasa video ketadi. Jamshid stolga qaradi. Qog'ozlar. Ruchka. Men uning yuziga qaradim. U shunaqa holda edi. Uyni sotmasa ham yomon, sotsa ham yomon. Men birdan bir narsani esladim. Rustamning aytgani. Hujjatlar. Pul. Vaqt. Rustam qayerda? Nega u yo'q? Nega hamma uning atrofida aylanib o'zi ko'rinmayapti? Men sekin telefonimni oldim. Rustamga qo'ng'iroq qilmoqchi bo'ldim. Begona erkak darrov ko'rib qoldi. Telefonni qo'y, opa, dedi u. Men o'zimni bosdim. Bu mening uyim, dedim. Men kimga qo'ng'iroq qilishimni sen aytib berolmaysan. U bir qadam oldinga yurdi. Ko'zi qorayib ketdi. Siz o'zingizni himoya qilyapman deb o'ylaysiz, opa. Lekin siz birgina qo'ng'iroq bilan hammasini yondirib yuborasiz. Jamshid menga qaradi. Onajon, siz nimani yashiryapsiz? Men yutindim. Men hech narsa yashirmayapman, bolam, dedim. Men faqat otang seni aldayapti demoqchiman. Jamshid boshini chayqadi. Otammi? Dedi u achchiq kulib. Otam bir oy oldin menga yozdi. Dedi, uy masalasi bor. Dedi, men seni qutqaraman. Men ishonib yubordim. Men begona erkakka qaradim. U kim? Dedi Jamshid. Uning ismi nima? Begona erkak ilk bor ismini aytdi. Sardor, dedi u. Shunaqa bilib qo'ying. Sardor. Men bu ismni eshitganimda ichimda nimadir qimir etdi. Qayerdandir tanish. Men o'yladim. Va birdan esladim. Bir hafta oldin Rustam telefonlashganda men tasodifan eshitib qolganman. U hovlida turgan, sekin gaplashgan. Ha, Sardor, degandi u. Hammasi reja bo'yicha. Men o'sha payt bu ismga ahamiyat bermaganman. Demak, Sardor Rustamning odami. Rustam esa Jamshidni qutqaraman deb aldab uyimizni tortib olmoqchi. Men ovozimni ko'tarib yubordim. Jamshid, bolam, dedi men. Bu Sardor otang bilan birga ishlayapti. Otang seni qutqarmaydi. Otang uyni o'zi uchun olmoqchi. Jamshidning ko'zlari kattalashdi. Sardor jilmaydi. Opa, dedi u. Siz juda aqlli bo'lib ketibsiz. Kech qoldingiz, lekin. Jamshid bir zumda ikkilanib qoldi. Men uning ichida ikki olov yonayotganini ko'rdim. Bir tomonda men, onasi. Ikkinchi tomonda tahdid, sharmandalik, qarz. Men uning qo'lidan ushladim. Bolam, men seni hech qachon tashlab ketmayman, dedim. Biz birga chiqamiz. Uyni sotmaymiz. Men hujjatlarni bekor qilaman. Men notariusga boraman, men. Sardor boshini qimirlatdi. Bekor qilolmaysiz, opa, dedi u. Siz o'sha vakolatnomani o'zingiz imzolagansiz. Video ham bor. Hamma narsa qonuniy ko'rinadi. Jamshidning lablari titradi. Onajon, men nima qilay? Dedi u shivirlab. Agar video tarqasa, men tirik qolmayman. Agar qarzni qaytarmasam, meni ham topishadi. Men uning yuzini ikki qo'lim bilan ushladim. Bolam, tirik qolasan, dedim. Sen mening bolamsan. Men seni himoya qilaman. Sardor ruchkani Jamshid tomonga surdi. Qaror qil, dedi u. Hozir. Jamshid ruchkani ushladi. Uning qo'li qaltirardi. U hujjatga qaradi. 1 soniya. 2 soniya.
Men ichimda Allohdan so'radim. Bolamni asra. Jamshid ruchkani qog'ozga yaqinlashtirdi. Shu payt eshik tashqarisidan kalit tovushi eshitildi. Kimdir eshikni oz kaliti bilan ochyapti. Hamma bir payt jim bo'lib qoldi. Eshik ochildi. Rustam kirib keldi. U juda xotirjam edi. Kiyimlari toza. Yuzida xuddi odatdagi men hammasini nazorat qilaman degan ifoda. U bizni ko'rib ajablanmadi ham. Jamshid, bolam, dedi u mayin. Sen keldingmi? Yaxshi qilgan ekansan. Jamshid unga tikildi. Otam, dedi u. Bu nima bo'lyapti? Rustam Sardorga qarab ko'z qoqdi. Hammasi yaxshi bo'ladi, dedi Rustam. Biz seni qutqaramiz. Men birdan baqirdim. Sen meni ham qutqarasanmi? Dedim. Sen uyimizni sotib meni ko'chaga chiqarasanmi? Rustam menga bir zum sovuq qaradi. Keyin Jamshidga yuzlandi. Onang asabiy, dedi u. U hamma narsani noto'g'ri tushunadi. Men faqat seni o'ylayapman. Men o'sha payt Rustamning ko'zi bilan Sardorning ko'zi bir-biriga qarashganini ko'rdim. Ular so'zsiz gaplashdi. Reja, signal, buyruq. Jamshid esa ruchkani qo'lida ushlab turardi. Qog'oz ustida. Rustam sekin Jamshidning yoniga bordi. Uning yelkasiga qo'l qo'ydi. Bolam, dedi u. Sen faqat imzo qo'y. Keyin hammasi tugaydi. Men va'da beraman. Jamshidning ko'zlari bir zumda menga qaradi. U ko'zlarda onajon, kechir degan narsa bor edi. Men boshimni qattiq chayqadim. Yo'q, dedim men. Bolam, yo'q. Jamshid yutindi. Otam, dedi u. Agar men imzo qo'ysam, video yo'q bo'ladimi? Rustam jilmaydi. Albatta, dedi u. Sardor ham shuni aytyapti. Sardor boshini qimirlatdi. Ha, dedi. Men ichimdan bilardim. Ular yolg'on gapiryapti. Video yo'q bo'lmaydi. Ular video bilan yana o'ynaydi. Bugun uy, ertaga yana pul. Men birdan Dilnozaga o'girildim. Dilnoza, dedim men. Agar sen bir marta bo'lsa ham rost gapirsang, hozir ayt. Bu videolarni kim olayapti? Kim kamerani qo'ygan? Dilnoza ko'zimga qaradi. U yiglashni ham to'xtatdi. Yuzida qandaydir og'ir charchoq. Opa, dedi u shivirlab. Siz bilmoqchimisiz? Men aytsam, siz meni ham kechirmaysiz. Men tishimni qisdim. Ayt, dedim. Dilnoza labini qimirlatdi. Ko'zlari Rustamga tushdi. Rustam esa uni ko'zlari bilan oldirayotgandek qarab turardi. Dilnoza qo'rqib, lekin baribir gapirdi. Kamerani, dedi u. Kamerani Jamshidning o'zi qo'ygan. Uy ichida hamma narsa to'xtab qolgandek bo'ldi. Jamshidning qo'lidagi ruchka polga tushib ketdi. Rustamning yuzi bir zumda o'zgardi. Sardorning ko'zi chaqnadi. Men o'sha gapni eshitib nafas ololmay qoldim. Jamshid, dedim men shivirlab. Bolam, bu rostmi? Jamshid menga qaradi. Ko'zlari nam, lekin u qochmadi. U juda sekin boshini qimirlatdi. Onajon, dedi u. Men sizni himoya qilish uchun. Lekin u gapini tugata olmadi. Chunki Rustam birdan baqirdi. Og'zingni yop, dedi u Jamshidga. Va o'sha payt men bir narsani ko'rdim. Rustamning qo'li cho'ntagiga kirdi. U nimanidir ushladi. Temir yaltiradi. Men yuragimni ushlab faqat bitta narsani his qildim. Endi bu faqat sharmandalik emas. Bu xavf. Rustam qo'lini cho'ntagidan chiqarganda men temirning nima ekanini aniq ko'rdim. Pichoq. Rustam pichoqni qattiq ushlab turardi va u ko'zini mendan uzmay sekin dedi. Endi hamma rostini aytadi. Aks holda bu uyda hech kim tirik qolmaydi.
Rustamning qo'lida pichoqni ko'rganimda, boshimda bitta fikr qattiq urildi. Men endi uyat haqida o'ylab ham ulgurmayman, hozir tirik qolish haqida o'ylashim kerak. U pichoqni yuqoriga ko'tarmadi, meni qo'rqitib o'ldirmoqchi bo'lgandek ham ko'rinmadi. Eng qo'rqinchlisi shunda edi. U juda sokin edi. Juda ishonchli. Go'yo bu pichoq oshxonadagi oddiy pichoq, go'yo hammasi tabiiy. Sardor bir qadam orqaga chekindi. Dilnozaning ko'zi kattalashib ketdi. Jamshid esa qotib qoldi, xuddi tanasi bilan emas, faqat ko'zi bilan nafas olayotgandek. Men Rustam bilan Jamshidning o'rtasiga tushdim. Rustam, dedim men sekin. Pichoqni qo'y. Bu sen o'ylayotgan yo'l emas. Rustamning ko'zi menga tikildi. U ko'zlarda tanish Rustam yo'q edi. 25 yillik erimning ko'zlari emasdi bu. Bu ko'zlar ichida faqat bitta narsa bor edi. Hammasi nazoratda bo'lish kerak. Endi hamma rostini aytadi, dedi u yana. Jamshid, sen kamerani qayerga qo'yding? Kim ko'rib turibdi? Qaysi bulutga yuboryapsan? Jamshid og'zini ochdi, lekin ovozi chiqmay qoldi. U menga qaradi, go'yo onajon, men buni xohlamagan edim deyotgandek. Men Jamshidning qo'lini ushladim. Bolam, dedim. Gapir. Lekin ehtiyot bilan. Sardor nihoyat tilga kirdi. Ovozi avvalgidek sovuq emas, unda asabiylik bor edi. Rustam aka, pichoq shart emas, dedi u. Biz kelishuv bilan kelganmiz. Kelishuv. Rustam Sardorga bir qarab qo'ydi. U qarashda sen jim tur degan buyruq bor edi. Kelishuv endi o'zgardi, dedi Rustam. Men o'zimni ham qutqarishim kerak. Men shu gapni eshitib ichimda nimadir qimir etdi. O'zimni ham, dedi. Demak Rustam ham kimdandir qo'rqyapti. Demak u ham bosim ostida. Lekin bu uni oqlamaydi. Jamshid nihoyat ovoz chiqardi. Men kamerani sizni kuzatish uchun qo'ymadim, dedi u past ovozda. Men o'zimni va onamni himoya qilish uchun qo'ydim. Men bilardim, bu uyda nimadir bo'lyapti. Rustam pichoqni biroz pastga tushirdi, lekin qo'ymadi. Kimga yuboryapsan, dedi u. Kim ko'rib turibdi? Jamshid yutindi. Hech kim. Hozircha, dedi u. Lekin agar menga nimadir bo'lsa, hammasi avtomatik ketadi. Sardor bir zumda boshini ko'tardi. Nima degani avtomatik ketadi? Jamshid nigohini menga qaratdi, keyin Rustamga. Hamma narsa bulutda, dedi u. Men ochirib ham bo'lmaydigan qilib qo'yganman. Men bitta tugmani bossam bo'ldi, hammasi do'stlarimga ketadi. Keyin ular politsiyaga beradi. Internetga ham. Rustam bir lahza jim qoldi. Pichoq qo'lida qotib qoldi. Uning yuzida birinchi marta qo'rquvning soyasi paydo bo'ldi. Juda kichkina, lekin men ko'rdim. Sen meni shantaj qilyapsanmi, bolam, dedi u. Jamshid achchiq kuldi. Men sizni shantaj qilmayapman, dedi u. Men sizdan himoyalanyapman. Dilnoza birdan yiglab yubordi. Bu safar chinakam yigi edi. U qo'lini og'ziga bosdi, ovozi chiqib ketmasin deb. Opa, dedi u menga qarab. Men sizga aytganim rost. Men majbur bo'ldim. Jamshid ham majbur bo'ldi. Hamma majbur. Men unga qattiq qaradim. Kim majbur qildi, dedim. Dilnoza javob berolmay ko'zini Rustamga qaratdi. Rustam esa pichoqni qattiqroq ushladi. Jamshid birdan oldinga chiqdi. Otam, dedi u. Menga qarang. Siz buni qilmay qo'ying. Men qarzimni ham, videoni ham o'zim hal qilaman. Uyni sotmaymiz. Rustamning lablari qimir etdi. Sen hal qilolmaysan, dedi u. Sen hali bilmayapsan. Sen kim bilan o'ynayotganingni bilmayapsan. Sardor ham gapni tutib oldi. Ha, dedi u. Bu ish katta. Men faqat topshiriq olganman. Men shu yerda yana bir narsani sezdim. Sardor, men faqat topshiriq olganman, dedi.
Demak, uning ustida ham kimdir bor. Demak, biz ko'rmayotgan yana bir odam bor. Rustam pichoqni ko'tarib stol ustidagi hujjatlarga ishora qildi. Jamshid, dedi u. Sen hozir imzo qo'yasan. Keyin hammasi tugaydi. Kamera bo'lsa ham, video bo'lsa ham, hammasi tugaydi. Jamshid boshini qimirlatdi. Yo'q, dedi u. Rustamning yuzi birdan qattiqlashdi. Unda, dedi u. Sen menga parolni aytasan. Parol. Jamshid qoshini chimirdi. Qanaqa parol? Rustam Sardorga qaradi, go'yo ishora qildi. Sardor darrov tushundi. Sardor bir qadam yaqinlashdi. Jamshid, dedi u. Biz kamerani o'chirib qo'ymoqchimiz. Sen tushun, bu sening foydangga. Aks holda biz bu uyda gaplashmaymiz, biz boshqa joyda gaplashamiz. Men bu gapning nimani anglatishini juda yaxshi tushundim. Boshqa joy degani yo'qolib qolish, bosim, kaltak, qorong'u yo'llar. Men ichimdan sovuq otdim. Men Jamshidning oldiga yana yaqinlashdim. Bolam, dedim. Sen hech narsani aytma. Hech nima. Jamshid labini tishlab menga bosh irgadi. U ham tushundi. Rustamning qo'li qaltirab ketdi. Pichoq uchini bir zum havoda o'ynatdi. Malika, dedi u menga. Sen bularni to'xtata olmaysan. Sen o'zingni aqlli deb o'ylama. Men hammasini bilaman. Men birdan jasorat topib nima bilasan demoqchi bo'ldim. Lekin shu payt Sardorning telefoni jiringladi. U tezda qaradi. Ekranda kimdir yozgan xabar chiqdi. Men uzoqdan ko'rdim, lekin aniq o'qiy olmadim. Faqat bitta so'zni ko'rdim. Bugun. Sardorning rangi o'zgardi. U Rustamga juda qisqa qarab qo'ydi. Rustam aka, dedi u sekin. Vaqt ketdi. Rustam pichoqni bir oz pastga tushirdi, go'yo o'zini boshqarishga urinayotgandek. Men o'sha payt yana bir kichkina, lekin juda muhim narsani ko'rdim. Rustamning chap qo'li cho'ntagida telefon bor edi. Uning ekrani yonib ochdi. Bildirishnoma chiqdi. Men Rustamga yaqin turganim uchun ko'zimga urildi. Xabar kimdan kelganini ko'rdim. Sardor. Matni esa juda qisqa edi. Agar bugun bitmasa, biz seni ham yo'qotamiz. Men yuragimni ushlab qoldim. Demak, Rustam ham qo'rqityapti. Demak, u ham tuzoqda. Men sekin, faqat Rustam eshitadigan qilib dedim. Rustam, seni ham shantaj qilishyaptimi? Rustam ko'zini mendan uzmadi. U javob bermadi. Lekin ko'zida bir lahza ha degan narsa o'tib ketdi. Men buni ko'rdim. Men uni 25 yildan beri bilaman. Jamshid esa Rustamning telefoniga qarab qolgan edi. U ham ko'rdi shekilli. Ko'zlari katta ochildi. Otam, dedi u. Siz ham. Rustam birdan baqirdi. Jim, dedi u. Bu baqiriqda qo'rquv bor edi. Rustamning haqiqiy qo'rquvi. Va shu qo'rquv uni yanada xavfli qilardi. Sardor Jamshid tomonga qo'l uzatdi. Telefoningni ber, dedi u. Hozir. Jamshid orqaga chekindi. Yo'q, dedi u. Men hech narsa bermayman. Sardorning ko'zi chaqnadi. U bir zumda Jamshidga tashlanmoqchi bo'ldi. Men oldinga chiqib qo'limni ko'tardim. To'xta, dedim men. Sardor to'xtadi. Rustam ham qotdi. Ularning hammasi bir zum menga qaradi. Go'yo bu ayol nima qiladi deb. Men ovozimni past lekin aniq qildim. Bu uyda kamera borligini senlar bilasan, dedim. Agar biror narsa qilsanglar, hammasi yoziladi. Hammasi. Sardor masxara qilib kuldi. Opa, kamera yo'sa nima bo'ladi, dedi u. Kamera odamni qutqarmaydi. Men uning ko'ziga tik qaradim. Kamera qutqarmasa ham, odam qutqaradi, dedim. Men hozir qo'shnilarni chaqiraman. Rustam kulib yubordi. Qaysi qo'shni, Malika, dedi u.
Sen ularning hammasidan uyat qilasan. Sen kimga nima deysan? Men jim qoldim. U to'g'ri aytdi. Men uyat deb yashaganman. Men odamlar nima deydi deb yashaganman. Mana shu gap meni ko'p yillar ushlab kelgan. Lekin hozir men o'sha uyatni tanladim va bu uyda odamlar yiqildi. Men birdan baland ovozda baqirdim. Qo'shnilar, yordam beringlar. Dilnoza cho'chib ketdi. Sardorning yuzi qattiqlashdi. Rustamning ko'zi qip-qizil bo'lib ketdi. Malika, dedi u tish orasidan. Sen nima qilyapsan? Men yana baqirdim. Qo'shnilar. Uyga odamlar bostirib kirdi. Ovoz tashqariga chiqdi. Uy devorlari qalin emas. Mahalla jim bo'lsa ham odamning quloqi bor. Bir necha soniya o'tdi. Hech narsa bo'lmadi. Yuragim tushib ketay dedi. Hech kim eshitmadi deb o'yladim. Keyin tashqaridan it hurishi eshitildi. Keyin qadam tovushi. Kimdir hovli eshigiga yaqinlashdi. Sardor tezda Rustamga qaradi. Rustam aka, dedi u. Bu ish buzilyapti. Rustam pichoqni yana ko'tardi. Lekin bu safar u pichoqni Jamshidga emas, menga qaratdi. Sen hammasini buzasan, dedi u menga. Sen. Eshik tashqarisidan qo'shnining ovozi eshitildi. Malika opa, hammasi joyidami? Bu ovozni eshitganimda ichimda umid uyg'ondi. Bu qo'shnimiz Rahim aka edi. U har doim kechqurun hovlida yuradi, hamma narsani eshitadi. Men darrov javob berdim. Rahim aka, kiring. Yordam kerak. Rustam tezda pichoqni pastga tushirdi va yuzini o'zgartirib, go'yo hammasi oddiydek qildi. Yo'q, Rahim, dedi u baland. Hammasi joyida. Ayol asabiy bo'lib qolgan. Men uning bu yolg'oniga ishonib qolishlaridan qo'rqdim. Rahim aka, dedim men. Ular meni qo'rqityapti. Bu begona odam Sardor hujjat olib kelgan. Uyimizni sotmoqchi. Tashqarida jimlik bo'ldi. Keyin hovli eshigi gichirladi. Rahim aka hovliga kirgan ko'rinadi. Sardor shivirlab Rustamga yaqinlashdi. Aka, dedi u. Kerakmas. Hozir ketamiz. Keyin boshqacha qilamiz. Rustamning ko'zi yonib turardi. U ketmaymiz degandek qotib turdi. Rahim aka uy eshigiga yaqinlashdi. Men uning soyasini ko'rdim. Men hayotimda birinchi marta shunday his qildim. Oddiy qo'shnining kelishi men uchun qutqaruv bo'lib tuyuldi. Lekin o'sha payt yana bir kutilmagan narsa bo'ldi. Jamshidning telefoni titradi. U ekranga qaradi. Rangi oqarib ketdi. Onajon, dedi u shivirlab. Ular xabar yubordi. Qanaqa xabar, dedim men. Jamshid telefonni menga ko'rsatdi. Ekranda bitta jumla. Video 15 daqiqadan keyin chiqadi. Agar imzo bo'lmasa, men ichimdan yo'q, dedim. Bu faqat tahdid emas. Bu vaqtli bomba. Sardor ham ko'rib qoldi. U darrov Jamshidga tashlandi. Telefonni ber, dedi u. Jamshid telefonni ko'kragiga bosdi. Yo'q. Sardor Jamshidning yelkasidan ushladi. Men qichqirib yubordim. Bas. Rustam bir lahza ikkilandi. Go'yo Sardor juda oshirdi degandek. Rahim aka nihoyat ichkariga kirdi. U eshikdan kirib bizni ko'rdi. Sardor Jamshidning yelkasidan ushlab turibdi. Rustamning qo'lida pichoq. Men ortida. Rahim akaning ko'zi kattalashdi. Ha, Rustam, dedi u. Bu nima bo'lyapti? Rustam darrov pichoqni orqasiga yashirdi. Lekin Rahim aka ko'rgan edi. Ko'rmay qolmaydi. Hech narsa, Rahim, dedi Rustam majburan kulib. Ogil bilan gaplashyapmiz. Ishlar. Rahim aka menga qaradi. Uning ko'zida sen ayt degan narsa bor edi. Men og'zimni ochdim. Rahim aka, dedim. Politsiyani chaqiring.
Iltimos. Rustamning yuzi birdan sovuq bo'lib ketdi. Malika, dedi u. Sen buni ham qilasanmi? Sardor Rahim aka tomonga qaradi va juda tez gapirdi. Rahim aka, siz aralashmang, dedi u. Bu oilaviy masala. Hech kimga foydasi yo'q. Rahim aka Sardorga tik qaradi. Sen kimsan o'zi, dedi u. Sardor bir zum jim qoldi. Keyin xotirjam javob berdi. Men hujjat bo'yicha kelganman. Rahim aka hujjatlarga qaradi, keyin menga, keyin Jamshidga. Jamshid, bolam, dedi u. Bu nima hujjat? Nega sen oqargansan? Jamshid labini tishlab turardi. U hammasini aytsam, video ketadi degan holatda edi. Men esa vaqtni hisoblab turardim. 15 daqiqa. Men Rustamga qaradim. Rustam, dedim. Bu tahdidni kim qilyapti? Kim video chiqaradi? Ayting. Men hamma narsani ko'taraman, faqat o'g'limni yemang. Rustamning ko'zi chaqnadi. Sen ko'tarmaysan, dedi u. Sen birinchi bo'lib yiqilasan. Men qattiq gapirdim. Men yiqilsam ham mayli. Men bolamni yo'qotmayman. Shu payt Dilnoza birdan oldinga chiqdi. U qo'rquvdan titrardi, lekin ichida nimadir sinib ketgandek. Yetar, dedi u. Hammasi men uchun ham yetar. Hamma unga qaradi. Dilnoza ko'zini yumib keyin ochdi. Video, dedi u. Video Sardorda ham emas. Rustamda ham emas. Sardorning yuzi o'zgardi. Dilnoza, jim, dedi u. Dilnoza uning gapiga qaramadi. Video, davom etdi u. Video Tohir akada. Men bu ismni eshitib qotib qoldim. Tohir aka. Kim u, dedim men. Jamshid ham shokda edi. Tohir aka kim, dedi u. Dilnoza ko'z yoshini artdi. Tohir aka men ishlagan joydagi boshliq edi, dedi u. U meni topdi. Jamshidning qarzi haqida u aytdi. U menga dedi, agar yordam bermasang ukangni qamataman. Men qo'rqdim. Men shuning uchun keldim bu uyga. Rahim aka ham hayron. Qanaqa Tohir, dedi u. Qayerlik? Dilnoza boshini qimirlatdi. Shaharning narigi chekkasida ofisi bor, dedi u. U odamlar bilan pul ishini qiladi. Men aniq bilmayman. Lekin u hamma narsani biladi. U hamma narsani ko'radi. Jamshidning yuzi oqarib ketdi. Demak men aldagan odam. Tohir aka, dedi u. Dilnoza boshini qimirlatdi. Ha, dedi u. Sen pul qo'ygan joying ham ularning oyini edi. Ular seni qasddan botirdi. Keyin seni uy bilan siqdi. Men og'zimni qo'lim bilan yopdim. Bu juda katta edi. Demak Jamshidning investitsiyasi ham tasodif emas. Bu reja. Uy uchun reja. Rustam bu gaplarni eshitib bir zum qotib qoldi. Keyin u Dilnozaga oqrayib qaradi. Sen nima deyapsan, dedi u tish orasidan. Dilnoza qattiq turdi. Men rostini aytyapman, dedi u. Siz ham Tohirdan qo'rqyapsiz, Rustam aka. Sardor ham qo'rqyapti. Hamma qo'rqyapti. Sardor birdan Dilnozaning tomoniga yurdi. Sen og'zingni yop, dedi u. Hozir. Rahim aka o'rtaga tushdi. Hech kimga tegmaydi, dedi u. Men hozir telefon qilaman. Sardor Rahim akaga tik qaradi. Ko'zida tahdid bor edi. Qilmang, dedi u. Siz ham kuyib ketasiz. Rahim aka kuldi. Bu kulgi qo'rqmas kulgi edi. Men kuyadigan bo'lsam, hamma bilan kuyaman, dedi u va telefonini oldi. Rustam bir lahza Sardor va Rahim aka orasiga qarab turdi. Keyin Jamshidga qaradi. Bolam, dedi u. Agar politsiya kelsa, video chiqadi. Hammasi tugaydi. Sen meni ham oylagin.
Jamshidning ko'zlarida yosh chiqdi. Siz meni o'yladingizmi, otam, dedi u. Siz meni qasddan botirdingizmi? Rustam qattiq javob bermadi. U jim qoldi. Va shu jimlik hammasidan ham yomon edi. Rahim aka telefonda gaplashayotganda Jamshid telefoniga yana xabar keldi. Bu safar faqat vaqt. 7:48 soat yurayapti. Soni kamayib boryapti. Men Jamshidga qaradim. Bolam, dedim. Sening o'sha avtomatik tugmang bor deding. Uni bossa bo'ladimi? Jamshid boshini chayqadi. Bossam, ular tarqatadi, dedi u. Bossam, hamma ko'radi. Bossam, siz. Men uning gapini tugatmadim. Men juda aniq aytdim. Bolam, men uyatdan qo'rqmayman endi. Men seni yo'qotishdan qo'rqaman. Sen o'zingni qutqar. Jamshid ko'zini yumdi. Uning lablari titradi. U qaror qila olmayapti. U onasini ham, o'zini ham, kelinini ham bir vaqtning o'zida saqlamoqchi. Rustam birdan pichoqni stolga qo'yib yubordi. Shiqirlab tushdi. Hammaning yuragi duq etdi. Rustam qo'lini ko'tardi, go'yo men qurolsizman degandek. Mayli, dedi u. Men pichoqni qo'ydim. Endi hamma tinch. Jamshid, sen meni tingla. U Jamshidga bir qadam yaqinlashdi. Men darrov Jamshidni orqamga tortdim. Rustam, dedim. Qadam tashlama. Rustam boshini qimirlatdi. Men faqat aytmoqchiman, dedi u. Men buni xohlamaganman. Men ham tushib qoldim. Jamshidning ko'zi yonib ketdi. Siz ham tushib qoldingizmi, dedi u. Siz kelinim bilan yotganingiz ham tushib qolishmi? Rustamning yuzi qizarib ketdi. O'sha gapni aytma, dedi u. Jamshid qichqirib yubordi. Nega aytmay, dedi u. Siz mening uyimni, mening ishonchimni, onamning hayotini yedingiz. Rustamning ko'zi qattiqlashdi. U yana o'zini yo'qotay dedi. Men sezdim, u portlashi mumkin. Sardor esa juda sekin, hech kim sezmaydigan qilib oshxona tomon yurdi. Men uning nimaga ketayotganini darrov tushundim. Pichoq. U pichoqni olish uchun yurdi. Men qo'rqib ovoz chiqarmasdan Rahim akaga qaradim. Rahim aka esa telefonda gaplashib turibdi, u hamma narsani ko'rmayapti. Men Sardorning qo'lini ushlashga ulgurmadim. Sardor pichoqni olib, uni yashirmadi. U pichoqni Rustamga uzatdi, go'yo bu oddiy buyum. Rustam pichoqni oldi. Va shu zahoti hammasi yana yomon tomonga ketdi. Men Jamshidni yanada orqaga tortdim. Shu payt yana xabar keldi. 2:11 atigi 2 daqiqadan sal ko'p vaqt qolgan. Jamshid birdan telefonini ko'tardi. Ko'zi qattiq bo'lib ketdi. Mayli, dedi u. Men bosaman. Rustam baqirdi. Yo'q, dedi u. Sardor ham baqirdi. Bosma. Dilnoza esa shivirladi. Jamshid, iltimos. Rahim aka telefonda ha, tez keling deb gaplashib turardi. Jamshid bosh barmog'ini ekranga yaqinlashtirdi. Men uning qo'lini ushlamoqchi bo'ldim, lekin u meni yengil itarib yubordi. Uning ko'zida bitta narsa bor edi. Men endi qo'rqmayman. U bosdi. Telefon ekrani bir lahza qotdi, keyin boshqa sahifa ochildi. Qandaydir yuborish oynasi. Men ko'rdim, Live degan sozga o'xshash narsa yondi. Sardor bir zumda Jamshidga tashlandi. Men qichqirdim. Rahim aka. Rahim aka orqasiga qaradi. Sardor Jamshidga yugurayotganda Rustam pichoq bilan oldinga bir qadam tashladi. Va o'sha payt uy ichida chiroq ochdi. Hammasi qorong'u bo'lib ketdi. Notebook ochdi. Telefon ekrani ham bir soniya ochib ketgandek bo'ldi. Qulog'imda faqat odamlarning nafas olishi, Dilnozaning yigisi va qorong'ulikda biror narsa yiqilgandagi shiqillash eshitildi. Men qo'rqib qo'limni havoda uzatdim. Jamshid, dedim men.
Hech kim javob bermadi. Keyin qorong'ulik ichida Rustamning ovozi eshitildi. Juda yaqin. Juda past. Malika, dedi u. Sen bilmayapsan. Bu uyda chiroqni kim o'chirganini. Va shu gap bilan men orqamdan kimdir nafas olayotganini his qildim. Begona nafas. Juda yaqin. Keyin qulog'im yonida pichirlash eshitildi. Agar bir ogiz ham gapirsangiz, video hozir chiqadi. Bu ovoz Rustamniki emas edi. Sardorniki ham emas edi. Bu Tohirning ovozi edi. Rahmet. Sog' bo'lingizlar.